Zakot islom dinining namozdan keyingi 5 ruknidan biridir. Hijratning 2-yili boylarga farz qilingandir. Aksariyat mo'min musulmonlar mollaridan chiqaradigan zakotlarini Ramazon oyiga hisob-kitob qilib oladilar. Aslida zakotni yil bo'yi bersa ham bo'ladi. Xohlagan oyida bersa ham bo'ladi. Hijriy yilning oylarida. Ramazonga to'g'rilab olishlarning sababi avvalambor hisob-kitobdan, vaqtidan adashmaslik, qolaversa Ramazon oyidagi va'da qilingan bashoratlarga noil bo'lish. Bu oyda qilingan xayr-u ihson ham bir qancha barobar ziyodasi bilan yozilishligi va'dalari kelgan. Shuning uchun xayr-u ihsonlarini, beradigan zakotlarini ko'p mo'min musulmonlar mana shu oyga to'g'rilab oladilar.